Adam kruvason bize. Hey Zülya. Çiğdemlama. Neçilik adam vardı. 4 adam kırıp dur. 4 adam gel sözlemesme. Ondek bağınca başlayayım. Açık olay. Karda bugün Roşan Abbas'ın videosunu koyup vereyim ha. Roşan Abbas'ını görüp var mı? Roşan Abbas'ın çatırının kengligini, paçığının uzunluğunu. Assalamu alaikum. Hürmetli aziz qarindoshlar, hammanglarning kuchli vaqt xayrli olsun. Ben Shvetsiyaning poytaxti Stockholmdan Tug'luq Hamid. Bugün naq maydon qilishimga sabab bu Dünya Uyg'ur qurultayiningki Dolqin Ayso qatorliq rahbarlari deymiz, hamda atalmış indigenaslarning rahbarlari Stockholmga yetib kelibdi. NED'ninki o'rnashtirishidan kishilik huquq, demokratiya, inson haqlari to'g'risida tarbiyalash borki yoshlarga. 17 yıldan beri bularninki tarbiyalagan yoshlari faqatlam bir tanlam 6-7dan bir sifatda g'ayr qurbon. Biz 10 ming imzolarni to'plab bu qurultayninki abdi basharsini ochgandan keyin bular rasmiy turda bir ish qilishga kirishdi-da. Bo'lmasa NED'ninki 17 yıldan beri Uyghur yaşlarını terbiyelanglar degan bir projekti battı. Ama bular qandaq pul judi, qandaq pullarni yo'q qildi. Hatta men o'tganda ko'rsatib qo'ydim. Mushu Dilshod Rashidninki xotini berib tarjimonlik qilibdi-da. Amaliyotda u xotinning ingliz saviyasi yo'q. Ma'lum. Uning o'rniga o'zining nimasiga u xotin mayada ko'chmanlar idorasi tarjimanda Shvetsiyada. Ko'chmanlar idorasi Shvetsiyada tarjimon bo'lgan odamninki undaq sosyal faaliyetlerge yoki undaq tashkilotlarga a'zo bo'lgan yoki undaq narsa yo'q. Shuningga qizininki Sabrina Rashidninki nimasidan foydalanib, shuning qilib Dunyo Uyg'ur qurultayining kartalarini yasab, o'tirliqda mushtaq pullarni yuyib bular mangadi-da. Buni bak men bu aldirmaydi o temaga kiraman. Dilshod Rashidninki qizining doktorlik qonunining javobi, doktorlik nimasimi hatta kelajagimiz yo'q oldu bu temalarni açadigan bo'lsak, bu cho'chitganlik yoki qo'qatganlik emas. Shuningga qarindoshlar, bizningki men beshida chiqqan chaqda men 3 oy shunda yaxshi gap qilgandim. Mushta qildi, mushta bo'ldi, yeb ketdi, aldab ketdi, meni mushta qildi degan chaqda bu uningdan mushu burungi koni Yugoslaviyaninki qaysi davlatida bir devletler bular yığın bağın çağda bizden Şvetsiyadan Ahmet Tursun efendim, Nicat Turgun efendimle berip şu muşu toğrusunda Dolqin Aysoga degan çağda Dolqin Ayso itiraf qilmoq diyor. Şu qurultayning ichidagi cherik amaldarni qo'g'dab nima qila olaydik ya?
Dünya Uyghur Qurultayını sotqa beralım, Dünya Uyghur Qurultayını örüp etelim diken. Nima qila olaydi ekan? Men bu uning ashtaq yeydig'ini, ichidig'ini bilaman. Buni qanaq degan bo'ladi? U bu deganda gaplarni qilibdi-da. To'lqin Aysa apandimga o ovozlarni kerak bo'lsa biz ta'minlab qilib bersak bo'ladi hamda ba deb o'ylayman. Şey bor odamlarda. Uningdan keyin menga bir qaytim To'lqin Aysa mushu Refiyaninki mushu Roshan Abbaslar bilan bir qatorda o'tirib, tim qotgan chog'da shu qo'ldagi birisining mikrofonni ipla shadiki iplam yaqinda bir inimiz menga telefon qilibdi-ki, ota-onamdan chiqarib o'tish uchun Xitoy menga tilla dedi, shu qurultayni tillab olsam degandi, deb menga inimiz telefon qilibdi-ki, deb menga töhmat chapildi. Dünya Uyg'ur Qurultayininki rais bo'lgan odam ichidagi xatolikni, sabarlikni ko'zi ko'rib turib, ko'zini jumbilib turib, mushta dedi. Uningga London sotida 5000 Uyg'ur lagerda degan qizbola muattarning dadasi Abdurashid Norvegiyadan anandagi top-toplarda To'lqin Aysaga mushta debdiki deb top-toplarda taqatdi. Uningdan keyin meni ota-onasi tishida Xitoy anda qilgan, Xitoy munda qilgan deb To'lqin Aysa'nın adamları ular dedi. To'lqin Aysa mı? Hesapta dedi. To'lqin Aysa efendim sizden adamlarınızdan valaşalığını çıkarıp etkenini siz bilesiz he? Medine-i Bağdun'u Amerika kıtasından Avrupa kıtasına jüget bekeldim aldım ha. Mələmdeki saqçıqanға çim kirgizib ettim. Bunu muhaciratlı hiç kim qıp baxmağan. Ömer Qanat'nın xotunuğa bunda qışını hiç kimdə qıp baxmağan. Mən yasıdım bir. Qara mən sana qıp bəginini anla. To'lqin Aysa. Cevapның valisi. Әмді аңла sen Şivisiya kepsan ko, Qumağınғы sikimən sen cevapның valisinden kep. Ben аңla aramdan boğan. Təhdit qıl deydi sanma, saqçıq deydi sanma da. Sen bilen muşunda uruşup şürüp sotqı çıkımız. Ben sana bugün bir-birlep iş bereyim. Anandaki senden qop nem dedi? Anandaki qada qıldım. Roshanның Germaniyadaki şu xanımniki qılan rəsvacılıqlarını çıxırıp edim. Sen aynı vaxtda bir rəyi, aş vaxtda To'lqin Aysa sen dünyaya qoyup turib, sen palançı xanım bu montaj qılan qo deb sen onu itirafqa almagandın. Anandaki sen haq men aş ovozini chiqardim, Roshan Abbasning rəsvacılıqlarının faqat ovoz orqaliqdan yeshpadim. Başqa narsa, başqa temasiga kirmadim ha. Mana obdanglar. Şundan o'ylab nima qildim? Jalabqa yog'liqni atqizib, o'ttir chariqni aylantirib etdim. Mana men qildim-jimi? Boshqa hech kim qildi. Meningdan boshqa odam qilib bo'lolmaydi bu ishlarni. Bir, men sana deb qo'yay. Sen haqning ko'kolangning, ochimachangning podog'idan tutib olganimni obdan bilisa. Mana dim tutib angla To'lqin Aysa. Mana men dim tutib angla. Sen kapsa, sen jalabdan olisi meni bir yer chaqirib, mushunga hisob kitob bermaydigan bo'lsang, men seni sen ketkicha to'xtamayman, shu bir hafta to'xtamay naqmaydan qilaman. Sen saqchi chaqirsa, ya matbuot chaqirsa, Dilshod Rashidni chaqirsa, Zumratayni chaqirsa, Dilshod Rashidning Chovildak bilan berib kelgan xotini Mehrimadiyas Paskin Jalabni chaqirsa, Zulfiya Bovdin Paskin Jalabni chaqirsa, Taniya Jalabni chaqirsa, Dilshod Rashidni chaqirsa, cho'ng dadamni chaqiramiz, Nejat Turg'un keladi, Shvetsiya Uyg'ur komitetining Abdushukur Samsaq keladi, sen shu so'rinni hozirlaysan. Hozirlab men sening o paliyat ipratgan xotelingga bormayman. Tushundingmi? Sen ashak kelamdikin u sening to'ziqingga tushmayman. Sen men degan bir yerni chiqib menga mushunga javob bersa, qaysi telefon nomerda? Sen qanday vaqtda men telefon qildim? Sen mushni mening cho'ngdaldirimning oldida biz naq maydon qilib turib, xoin jasus men sana chiqirib beray. Bu dava 2 yil bo'ldi, bunda problemlar bo'layotgani. Men sana chiqirib beray Shvetsiyaning kim Enchantingdan ruxsat olish uchun Taylandga berib, Enchantingdan ruxsatni olib, vatanga kirib chiqdi, qaysi liderning boshliqlari Shvetsiyadagi. Juma, men sana chiqirib beray. Dilshod Rashid degan saranglik kinishkisi bilan Saranglar jamiyatining kinishkisi bergan, uni sarang deb besuli chiqirib pensiyaga chiqqan odamni sen qurultayning ichida yetaklab, qonunlik jazoning borlig'ini bilib turib, sen qo'rqmay shuni davlat yetlab yuravatsa, Fırşakning kassasining odamlarga telefon qilamiz, matbuot chaqiramiz. Uyug'ingdan uyug'ingga qo'chib tashlaymiz. Sen meni Xitoyning odam kelsa deganka, sening qo'lingda dunyoning matbuotlari bor. Sening qo'lingda dunyoningki butun ashoyliqi nima narsalar bor. Dunyoningki asho axborot vositalari bor. Sen chaqir. Sen cevapның alsın qanoat javob berolmaydigan bo'lsang, To'lqin Aysa tumishqinga yeysa men sana qo'yaman, men kelgan yerda. Qo'ng'onga
yağaçның toңçысы, ece kızның qoңçысы deb sen solamçı, maşınanga cevap verirsen. Çandın mı? Ben Ramazan'da ben hayır dedim. Mananga cevap verirsen sen. Çoğunda adamның aldıda. Sen işte dedin bu. Nemi abdüşkürleme aylık nemette, abdürüşitme, Norvegiya kaçta dedi bu. Aşı sen üzerinin çıkan ağzına cevap verirsen. Xitayның adamları sen mi, biz mi? Bizning ki müstakillik davarımız ne? Tibetlerge qarab baqa, Tibetlerge. Tibetler nima ish qilyapti? Tibetlarning ichida albatta avtonom tilaydiganlarmi bor, kishilik huquq tilaydiganlarmi bor, ammo eng cho'nqur qatlamdagilar mustaqillik da'vosi qildiganlar. Olib chiqib bunda o'ynab berdi. Yumshoq o'ynab berdi. Ammo eng tagida mustaqillik da'vosi ketyapti. Bugungi kunlikda Amerikaning senatorining ichida nimalar chiqib bordi Tibetlar uchun? Biz irqiy qirg'inchilikninki nimalar bo'lyapti? Bizning qonunlarimizni qayerdan qayerga olib borib parsa, ya'ni Marko Rubioda, ya'ni qaytadan qarab chiqamiz, yana bir yangi qonun chiqamiz deyapti. Bo'lsa, unimi buzib etishchimi? Uningdan keyin Consultation Camp deganlikni Abduvali Ayib degan ashning torbetga, ashningda Center Training Center deb manda silliqlashtirib, xalqarodagi munda inglizchada qo'llanilgan Xitoyga jinoyat kelmaydigan so'zliklarni ishlatib, nima ish qilyapti? Xitoyninki jinoyatini yeb beryapti. Ammo bugungi kunlikda dunyo vaziyati qayerdan qayerga qarab ketyapti? Sen bugungi kunlikda ya'ni mishaga kishilik huquq, inson haqlari shuni tilligini keldim. Shunda ammo shu yoshlarni tarbiyaligini keldim. 17 yildan beri nima ish qilding sen shu yoshlarni tarbiyalamay? Sen 17 yilning beri men seninki 17 yilning beri haq ish kelsa, xotinning ishini chekishdan bir vatanniki, millatniki, Uyg'urlarning qiynab kelgan pulga, aroq, sharab, tamaka yeyish, ichish, hatto xalqni qoqishtish. Uning misoli biz kelgan chaqda Dilshod Rashid mana butun yosh bolalar va mishadagi har birisininki uy ashlarga qog'oz chiqib berma, Robiya Qodirdan xato kelib berma, Do'lqin Aysadan xato kelib berma, dunyo Uyg'ur qurtin deb shu vodka to'shig'izatdi, tomoq to'shig'izatdi, pochta sag'izatdi. Bir narsani akagizatdi, bir narsani olatdi, xalqning qinini ichatdi, qo'rqitdi, yig'iltatdi. Mashunda ishlarni qilatdi. Bu umumiy davlatlarda bor ekan. Men jiq odamlar bilan gaplashdim. Yaqinlarga baxchimib ketdinglar, o'ynab beryapsizlar. Amerikada saqchi punktlari boshlandi. Undan keyin Kanadaga mangdi. Zumurtay degan qizimmi sizni bu nimishki men shunchalik eg'ir haqorat tillar bilan tildig'inimni ayni vaqtida dadingizdan ko'ring, tushundingizmi? Sizning Xitoy restoranida tamoq yegan rasmingiz mening o erkinlikim, demokratiya bu. Sen qurultayning ichida ishlaysan, agar men yap qolsammi, meni chiqarsammi, mening ishim bo'lmaydi. Men Xitoyninki men bir Uyg'urlar uchun tashkilot ishlamadim deb tashkilotning odami emas. Sen tashkilotning ichida turib, London sotga berib turib, Aşının içinde mağunun resim bak, taniki diyen ki ben çıkardım bunu da adamlarım da. Aşının çıdımaydı, adam beni topladı tıldı aşka, ben mi seni tıldım, çıdığanka çıkargan. Şununla sen kalkınki kolundan da sotku verme, potku verme, sotka, ben sen kalkını zomegerlik bilen epkirme. Şunu işte ama, o tök sotku verme sakçın. Ya Do'lqin Aysa, bir hafta vaktin var ki, yansağının kıra halakını aldılar. Ben çıktım, meydanı urdum, erkek. Sen kandan deysen şundan materyal çağın, kandan deysen şundan nesin çıkır bir mesajını aldı da, ya ki sotdan aldı da, ya ki bir hatalı gidersen aldı. Dilshod Rashid ne, 3 xotini bilen, Abdüşkür Mehmet ne, Küreş Küsen'in xotini Minaver Sultan ne, ben diğer adamlar, Nebicalar ne, Bekram Tursunlar ne, hemen ilip, kire oldu. Kaya gidiyorsan, sakçıkanınki, ya ki, sotninki kağızını, ya ki sakçının kağızını, bir haftanın içinde ciddi matbuatlarını işiltip, Xitoyning adamı tehdit kılıvatıdı. Oy bizni anda kılıvatan, mında kılamdı da, bütün matbuatlarının hemen işlet. Ne dedi ki, Açan, Luisa, Elisa, Melisa, nimme olsa, kanlı olsa, noçisler ki aldım da. An advokatının ki, kıkastırına ki. Kandıgan ekersen eke, muşulak bizge hakaret kıl diye mana Xitoyning adamı da, sen çıka, anını dike, ben sana kağaldırınınkini bir daldın, hatta vişinde ve fıkkam, hulcuk veri ölüp, hulcuk veri ölüp, buluvat kayışma var. Arlaşma, vatangi basan bilise, kimni qo'llaydiganini aşağı diye adam, bugün naq dünyayı kurultayının yanında. Şular bak, şularınki, nimelerge katnaşkan turup, mishaga,
Chivo qatnashdim degan materiallar bilan kelib, o'zichi Shvetsiyaninki boshqa bir shaharlarga berib turib, bunda qilib yo'shirilgan hujayralarni bugungi kunda biz o'qityaptik. Chunki xalq bak ziyonga uchrab qoldi, ko'zimizni yumbaldigan yerdan o'tib ketdi. Millatninki qiniga sen haq mo'michilab yeyishding. Mayli Rabiya Qodirov bo'lsin, mayli Dolqin Aysa bo'lsin, mayli Farat Yo'ronqash bo'lsin, mayli Dilshod Rashid bo'lsin, mayli Roshan Abbos bo'lsin, har qaysininki qilgan atgan davoring yag'an. Ammo yana bir nuqtani men obdan ta'kidlab qo'yay. Chiroyli bir joyni men deyman, aloqaga boshqa bir saqlash chiqsa, barimiz, naq maydonni ochimiz, men so'ragan savolga sen vaqtida javobni bersa, ya u odam fukam sen emasding, men boshqa birsin degandim deysa, uningdan keyin biz boshqa tomondan gaplashamiz. Lekin hozirgacha qurultayning oldiga birdan-bir chiqib, ota-onasini akirib qurultayni tilovat qildim men. Demak, sen ismini chiqarmasang, bu ish tugaydi degan gap yo'q bu yerda. Tushundingmi? Bugungacha seninki odamlaringdan qanchalik tahdid keldi, hatto Turkiyada Shamshqamar nomida birsi hisobot echib, men Mirzat Yo'lbosh bilan jiddilim bo'lib qolgan chaqda butun mening ustimdan Abdibashirimni, nimamni, Abdibashirsimni chiqarib, yog'an pitni tuhmat qilib, mening yog'an bilmaydigan temalarimga kirgan odam bugungi kunlikda Shvetsiyada chiqyapti u odam Facebook. Chunki mashada bizningki bir g'uljilik akimizdimi? Sen qo'ymichi, anda qilding, axotining pulni olding, maxotining deganki, akasi iniqlang meni. Ma'vo cho'qim mushadamning Facebookga. Meni biz bak urvatganligimiz uchun sizni mushtamishdan imqotidi degandan o'ziga gap qilibdi ash Facebookda. Egisida shu qo'ymichilik bo'lgan ish qilib qo'ygandan keyin u ayol o'zi chiqib, "Men emas bu. Men unda gaplarni qilmadim" debdi. Ashuningdimi? Ashundaq yog'an Facebooklarni ichib men birisi bilan urushib qolsam, meningdan ashu dushmanimdan foydalanib, uningga yog'an narsani ta'minlab, u mayoq tutib to'sam bo'ldi. U kim bilan ishim tugidi, uni olmadim birga bir deyishganga tushlar. Sen haq kapsa hisobotni berisa. Erkakmi? Men sen jalobdan olsa o'xshash qara Dolqinaysa, hamkaviyat cho'ng'ilmagan qara. Bizning iligimiz butunligina, yurkimiz to'q balla. Biz Xudoning oldida birinchi, ota-onamizning oldida, millatning oldida biz xayrlik qilmadik. Xayin jasos sening ishingda liq etibdi. Birinchisi sen shu. Ikkinchisi Roshan Abbos, uchinchisi Dilshod Rashid, Rabiya Qodirov hammang xayin. Chunki zimin tuproqninga kirgandan keyin xayin, ammo jasos degan boshqa tema. Sen men qurultaymonchilikka Zubayralarni tatib, Dilshod Rashidni tatib, hammasinikini men achidagandan keyin ichivatdim. Sen bugun kunlikcha yana ashlarning, chunki o'zingninki muqim maydoning yo'q. Sen degan 3 tal simning ustida mangasa. Erkinsida Dilshod Rashid, Roshan Abbos. Adil o'shadekda taxtay qadar Dilshod yaxshi ketyaptimdim. Qadar Roshan yaxshi ketyaptimdim deb seni 3 yil bilan da o'yintidi. Sen ularning o'rtasidagi o'yinchi qo'yinchoq. Men bilmayman-ku buning ichida kimning haqiqiy doirasining borligini. Shuning uchun ayni vaqtida Roshan Abbosmi shu odamlarni yo'qotish uchun Ablikim Idrisni ish qilib, nijat telefon qilgan. To'g'liq inimizdan ashnasini olsangiz qo'lidagi isbotlarni biz adablab beraylik deb. Eng oxirida Ablikim Idris nima bo'ldi? Qurultayning ichida amaliyotda bir tayin yo'qli bir odamga bo'lib qoldi. Tayin yo'qli bir odam bo'lib qoldi. Buningda shu odamning qanchalik kuchliligini ko'rsanglar bo'ladi. Hozirmi mening qo'lim orqali Sunzibin faninki boshqalarning qo'li bilan joylashtirib Roshan Abbos boshqa yerlardan dunyo Uyg'ur qurultayining ichida cheriklashgan, axloqi buzilganlarni nima qilamiz deb qonunlarni chiqarib kimni jazolamoqchi buning ichida? Dilshod Rashidni jazolamoqchi. İmparatorluqni tiklaydi. O'zininki jaloblik qilmishlarini mayoq qarib qo'yib, butun kuchi bilan bularninki ichida jang bo'lib, mashundaq o'tdi. Uningdan keyin islom ellaridan Indoneziya, Malaysiyalardan bizga egi chiqqan chaqda shu Hidayatulloh O'zxon bo'lamdi, Sharq Turkiston o'limalar bo'lamdi, shular borgan chaqda ashada xalq keladigan pulni bular mushlarninki qoralga yoki boshqalarga mundaq bir kelishimlarga ishiladigan narsalarni Umar Qanot, Ablikim Idris, men yana bu o'limalarga Hidayatulloh boshqa emasmi? U boshqa tema, bu boshqa tema. Men o'tirib bo'layotgan narsani so'zlab turibman. Berib
aşağıda Uyg'urning masalasini çünkü Malaysiya, Indoneziya islom ellari bo'lganki, u pul beramdi, u boshqa masala. U yerga berib ma'nosini qilayotgan vaqtda Umar Qanot, Abduhakim Idrislar bu pulninki narxini tushirib etgan. Malaysiya hukumati deydi ekanki, biz xalqdan sizlar Sharq Turkistonlik musulmonlar biz xalqdan sizlarning musulmonlar qalbaqinglarni deb kiydirib biz pul beramiz. Şoň bu pulninki 20%ni biz alaylik, 80%ni sizlar foydalaninglar desa, ayaqda Ömer Qanot yügrep kelgan bo'ldi. 70%ni biz alaylik, 80%, 30'ni sizlar elinglar degandan keyin o açta talışıp bu pulning açta narxini tushirib etgan gap. Ey, vijdonsiz go'y, Ömer Qanot xotining nima ish qiladi demiş akib meni. Ha? Xotining nima ish qiladi, saqchiq ba'dan, o saqchiq berish paganlarning chu qo'ngida liq poqovani bilan. Liq poqovani bilan. Men hamda hozircha ben cho'ng temalarga liq narsadagi bak kirmay deyotganimning sababimi o'zimning qilayotgan ishlarim bo'lganlik tufaylidan sal aqıqı mangdım. Şununla men xalq bo'lish bütün bilan chiqib o'tgandan keyin hamda boshqa tashkilotlarga mustaqillik qilamiz deyotgan bo'lamda, yeshil chiroqni yiqib berdim. Matbuotchilar o'z matbuotchilar avatinglar Dolqinaysanlarga qilinglar, bu ishni hal qilaylik. Ya men bu chiqayli so'z, ya qurultayning ichidan chiqsin. Xalq ko'rsin. Naq maydonni ichib o'taylik xalqqa. Bisim qilinglar qurultayga. Ma'lumotda davatida bak ishonchi vaka o'ziga Dolqinaysa chaqiring bir yerga naq maydon qilinglar, biz bir ko'raylik dam. Biz bir ko'rib qilaylik. Chunki agar ashada sen durust javob bermaydigan bo'lsang, Dolqinaysa mandaqqa jidal chiqidi, saq chiqidi, uniki üst-üstlab sot undaq mangamiz men sana deyim. Sen bana töhmet qilding. Çandın? Sen bana ig'ir darajada töhmet qilding. Men qilding. Mening ota-onamga töhmet qilding. Sen mening üstümden yağan pitlilan taqatqizding odamlar deb. Sening qurultayingni qo'llaydiganlar mushtaq bo'ldi. Çandingmi? Keyin tillaydi deysa, tilmay qanday qildi? Bir millatni olib shaqliq qilib qo'ysang, shaqshumbuliq qilib qo'ysang, ha? Bizden milletning ma'qul erkeklarniki erlik hormon o'lganka boshqa odam bo'lganmisa berib tarasini qulqini ishkiga birini soladi. Muqassada. Ma o'zbeklar, chechenlar, armanlar bo'lgan bo'lsa, turklar bo'lgan bo'lsa, bunda qo'yib atmakka bizning xalq yo'q, qo'yga ma'rashni bilmaydigan bir qo'y xalq ekanmiz. Ash vatanning ichida hozir oldikayni 5 million odamni turmaga akirib oldiramiz. Ash 5 million odamning buncha davlatchilik ideyasi, millatchilik ideyasi bo'lgan bo'lsa, şu erketim gulcu kırgınçılık oldu, bağırın kırgınçı, sanaklıklı adamlar 5 manda 10 manda ölüp geldi. Hazırgıcı biz toxtumay Xitay bilen özümüzden sızgını, özümüzden nemesini kıp koyganda bunda bulmadı diye karındaşlar. 5 milyon adamdan 5 milyon yan bir Finlandiya'nın oposu. Aşağıdan ki 2 milyonumu cihat kılgamsa, içimizi satmagamsak münafıklar. 2. Dünya Uruşu'da Afganlar kanday kılgan kündüzü Oruslarının askeri olgan keçisi Afganın Talibanlarga Orus'un kural yarak bazılarını göstüpegen. Setilma, setilsang qizil siziqni unutib qolma. Ba'zi setiladi, siyosatchilar setiladi, o'yin o'ynagan bo'lib kirdi, ashning odam bo'lib kirdi, qurultaychining odam bo'lib kirdi, uning ichiga siziqchiqni ko'rdi. Setilmaydi emas, pakkiz mangama deydigan ish yo'q. Siyosat deganning o'zi bir maynat. Pakkiz mangama deydiganninki har qandagininki ko'lisi bir yerdan bir siziqchilik chiqdi. O yo'q, o quruq gap, o pakkiz mangama deydiganninki. Setilsangmi, chatalliklarning oldida ularning ticareti uchun emas, o'zingninki zimining uchun qilib qo'ysa, u mustaqillik degan go sen xalqning o'rmini ko'taranmaydigan bir narsa, u ishki putung lag'ildaydi, ila g'ayri qurban o'xshash lavayman, tungjiman va fichan gandongda fichan gandong bo'lib ketsa, shundaq. Uningdan keyin mayada Roshan Abbas, Rishad Abbas, yana bir aksi bor ekan. Mumkin nima ismi nimti, o'zi qizning. Wa alaykum assalom, assalomu alaykum. Ava xotinning pulni bersa, men dedim, pulni bersangmi, bersa Rishad Abbas, men qulug'im dam tutqaman. Sening opangni cho'q qara jalabtike men sana deb beray. Qanday jalabtike desang, Anchantingninki, Guantingninki, Tinjang darajaliklar bilan, hatto Xitoylar bilan dadang solab beribdi ekan. Opangning ismi Mariya ekan-ku.
Uyg'urlarning ichida Mariya deb odam bo'lmaydi. Tigi tastingdan bir tal saymonning tubida peqiraydigan emas. Uyga kirsa birninki, talog'i chiqsa ming bo'lgan bir qanjiq ekan. Mana obdan fuqval jalabning valisi Rishad. Qo'ng'altaq ko'zlaring degan ko'kirib, shu dashongma bo'lib ketibsan. Avo jalab singlang pulni beribsan, tushundingmi? U bir jalab qara. O Dolqinaysaningmi ashni so'g'an, Xitoydanmi yegan, inglizdanmi yegan, hamma odamdan u shaxsiy ishi degina, lekin nim bo'lsa, men pulni beravat. Anondan keyin qarindoshlar, menga mendaq bir uchur keldi-da, Abdukim Idrisninki Suriyada bir inis tugab ketdi. O inisninki Turkiyada uyi bor ekan. Shuning bilan u uyini ijaraga berib, undan keyin u uyning ijarasidan kirgan pulni shu Abdukim Idrisning inisning ajraq tuqqunning inisning pulini shu nima qilib, undan keyin bu Suriyadagi shu kimlarga avat berganda Abdukim Idrisninki ajraq tuqqunninki. Shu uyninmi qarindoshlar Turkiyadagi meni anglashimcha men ega chiqing debdi, men aralashmayman dedim, lekin deb qo'yay dedim. Shu uyninmi Abdukim Idris berib, setibitib, tahdid qilib elib Suriyadagi yalnız qolgan boytaq cho'kalliga shu o'zining inisidan keladigan pulni uzlab qopti. Xotinninkini bir qildi ya, Germaniyalik xotinninkini Ro'shan Abbos bilan buzoqchilik qilib, pashvozlik qilib, vatandavoz qildim deb nima qilib, aningdan keyin shu uyning persentining pulini eladiganini elib, qolganini bankaga xotinni qartizlik qilib qo'yib ketdi ya. Endi qo'pib bugungi kunlikda o'zininki ajraq tuqqani enisnikini qilibdi. Ko'rdinglarmi qarindoshlar, bunda bular degan chilbura sirtlan hamma yerdan kelib yayma deydi. Shuningga Rishad Abbas qo'shinlarini olib chiqdik ko'rdik. Iliq Gulnar Qaysar Mejit deganlar, Qaysar Mejit deganmi men bilan yozishgan, men bilan hatto Trumpning bog'i bir mo'ytillab qilgan gaplar turibdi. Messengerda o'tganni men tushirib oldim, o'tganki juvatgan bilan o'zining ovozi o'zidan qilmaydi. Amerikaning ninini yaptirib, Amerika hukumatining amaldorlarini tillagan odamda shu. Buni aytdi Rossiya millatchi bu eski tushib ketgan yaxshi oldi, Bayden bizga bir ish qilib berdi, 2020 bir yangi gap bor ekan. Undan keyin o'tgan bir gapni chiqarib qo'ydim. Nima uchun mushular hozir oldiga chiqib oldi? Nima uchun qarindoshlar indigenes masalasi chiqqan chaqda bizningki o'limalarimizdan Kanadadagi Abduhat Nur Qarimdan boshqa bir o'lima chiqib, Amerikadagi Bilal Ibrohim Turkistonning ajim akamiz chiqdi dedi. Mushulardan boshqa bir akademik yoki birisi chiqib demadi. Qarindoshlar, bu yandan ilniqlik chiqolmaydi. Undan keyin indigenes masalasida iliq xotini maymayti deb chaqirgan Mehmet doktorni Qashqarlik. Shu iliq aqso'liq totqirliq deb yeyman men bularni. Iliq aqso'liq kavlarni kalpillik ko'ko'liq avatliq musallaslar, bir necha iliq qaraqashliq, maraqashliq deydi, ashta tayin yo'q. Men bu millatchi, Uyg'ur millatchi men ularni qaqirgandan bo'lsa, ash tayin yo'q, ichi qizil chiqib edi. Akademik bo'lgan yiliq Gulnarlar deganni biz u indigenes masalasida hech qanday yo'q ha. Asas Sulaymonmi yo'qchi-mi? Asas Sulayman apandim, siz millatning oldida qor yuzib ketdingiz. Nabijon Tursun apandim, millatning oldida 30 tom kitobni yozgan bilan butun tarixnomani yozib, Mahmud Qashqari yozganninki 100 baravani yozvatsangmi, sen men haq oldida chiqib bir yig'iz gapqilanmasang, sen bir poq 30 tom kitobni Asas Sulayman apandim, sizni vaqo vatanning uchun va eliqi Skandinaviya qirqoqlarigacha deb yozgan bir o'zbek va kimlik. Shu kitoblaringizda vatanning uchun 100 mashhur yoshning biri deb sizni ta'riflab ketadi. Ay Asas Sulayman deb ketadi. Bugungi millatning ichiga nima ish qildinglar? Bo'yninglarni ichiga tiqib olding. Nima ishga? Bo'yninglarni sirtmoqpa. Chunki sizlardan burun xotininglar miya kelib, panohlik tilagan, ayrilib turgan magnachiliklar bor o'tirliqda. Bo'lmasa anchan tengmish Dilshod Rashidlar bor yerda, mushu mehribon niyozlar, chuvaldak mitlan berkagan vaqtlarda yoki bo'lmasa meshadagi shu maynatlar barchaqlarda berib kelganlarning ichida axborot to'shqanlarning ichida sizning shunday bir xotiningizning borligini, panohlik tilligini bilmamda, bo'lmasa chiqa olamdingiz siz? Siz chiqa olamdingiz, sizni nima ishga chiqadi? Bir turkum akademiklar sen haq biliming bordir, aslida akademik bo'layotganligi unchalik yer ishlayotgan biliming bordir. Lekin indigenes masalasiga mustaqillik masalalar kelgan chaqda hamma quloq mingangni yupirib olding.
Ammo millatninki nimasiga kirdim. Xullas kalam, Rishad Abbas, Roshan Abbas seningmi azroq bir narsalarni qo'yish ovozlaring orqali sening kelgusi nalarga yugrab nima ish qilganingni nomer qo'yib chiqarib bo'ldi. Qolganing manglagan nishonlaringninki qanday bo'lganligini bizmi ko'rdik. Lekin tarix qilib ketsa, o aniq tarixda dunyo Uyg'ur qurultaychilikka javob deb qilib ketsa, men chunki shu javob deb yozib o'tmak kitob qilsini. Agar ustimdan bak bir chidammasang, arz qilib bersang bo'ldi. Chunki sen bir javob seni sikmiga odam qolmagan, tushundingmi? Sening o maynachiliging Beijingdan tortib butun rasva tug'an ketgan yering maynachilik. Jalopqa uyingning ichidagi maynachilik videolaring bormi? Çaşlarına degan, yüzüyle degan liqcha, maynat, kosar-kosardan uya-buya turgan maynachilik andaq narsalar bormi? Men senga deb qo'yay. Sen paskina rasma ma'nuf qilib. Shuningga xotinning pulini sen qilib berishga obliki bilan ishkan. Tushundingmi? Shuningga qarindoshlar, xalqim men anglab qo'yinglar. Shu Roshan Abbas shu xonimning pulini bersa, men tillashni to'xtatman. Tarbiya qilinglar. Rishad Abbasga bo'lmadi ya mabalninki tarbiya qilinglar xalq. O'tib qopinglar. Abalaga ya pulni beringlar. Onun diki dolqinaysa abalning ustidan chaqa sut ichinglar. Ya berib aninki mana davatda mana javob beringlar danglar. Chunki xalq uyg'onishinglar kerak. Mayada cho'ng bir masalalar ketyapti. Sizlar buning tegiga kirib bo'lanmanglar. Buning tegininkini hukumat sud qonun eshilgan chog'da qanchalik rasvonalardan chiqadiganini o'zinglar ko'rishlar. Dolqinaysa degan mana angla qara, sening adamlaringning ichida qara. Men Xitoy kompartiyasininki Anjamboning ichidagi Belarus turadigan balasi xokkey o'ynayotgan men ashnolarni olib ko'rishtirmoqchi bo'lgan yoki mana Siveriyada Madridning gataning udildiki Mazaraning bir ko'chada kebabxona va eshagim akab ko'rishtirmoqchi bo'lib bir 5 minut paranglashib olamiz u bofkam u deb menda jixnaslar bor tushundingmi? Tushundinglarmi? Qarapaqa tushga rasmlarga ko'zi qordab shab kirganki mushtahab 2 fut o shaklga kirib qopti. Qo'rib etma jalobdinglar. Bir boshdan serib mangma hammangni tushundingmi? Meni mana mush o'zim bilan, kimligim bilan, butun narsam bilan chiqib deb beryapman-ya. Mushni opirib tarjima qilib saqchiga bersam chaqirdi-da meni. Tugidi-ku. Boshqa ish yo'q-ku. Ha. Ya ammo bo'lmadi degan chaqib saqchiqamni chaqirgin. Bunda bir nahmaydan qilayman, men saqchiqam kirib barma vallahi xalqqa mana deyman anonki qolgan qattiq ishlarni. Sen tixi ashni numus qilmoqti yo'q. Tixi meni tixi Xitoyning odami Xitoyning jasusi o bu deb. Ya jasusga qanday odam bo'ldi va qalin pishmagan yeri. Ha? Seningmi Abbas ailesininki sana qilgan qarzdor ishlari bor-ku. Sening o'quvchilar faoliyati namoyish bo'lishdan bir kun burun Abbas degan haramdan bo'lgan o'lgan qabrning tagidagi jasad turadigan jalobning olsi Rishad Abbasning tadisi yijiqiz ko'p tayinga qiz xotinni haqq solab bergan. Ashumi otishqa yo'lga sevitib ekan-ku. Ha? Sen onangning o'quvchilarning harakatida qatnashib ekansanmi? Otishqa yo'lga sevitib ekan-ku. Ha? Berib qizimni o'ynag'ashtirib, ananki ishlab besiqqanda kelma deb Beijingda birga o'qishib yurishib ekansan-ku. Tas tarixing bor-ku. Numussiz paskinlar, numus qilsangman men naring lider. Akillar qanchalik qo'g'dig'uchang bo'lsa mana kapsa oldimga avata ayliqqa shu vaqtda nabijalarlamaylik sog'liqlarni Zumrat Tursulam tillab yuribdi anda qo'yib. Mana bir telefon achay. Mana bir telefon achay, unda qo'yitma deb mana men kelgancha jab jimib ketdinglar ayliqqa qo'g'dig'uchilar. Chiqinglar men ko'rib boqay shularni. Kimni qanday qiladi shu chaqda. Bütün xalqni o'ltirib etma, bo'yningni tushirib etma, anda qilib etma degan ovozlar hammasi turibdi. Tayoqni qiz o'lgidek yeyishib, anandagi saqchiqonga berib, anandakin voy dat tegizib etma, ustondan ashu qarzi ashu to'lagizib. Yo'q. Bu shunga qarindoshlar, bugundan boshlab menga to'lqinaysa ya torbatda ochiq e'lon qilsin. Mana haykal desin, ya saqchiqondan o'rnasin, ya bexatarlik darsda o'rnasin, ya sotdan alamda ya bir yana qilsin. Men o'zim boraman. Men necha odam bilan boraman, nima ish qilaman, uni bilan karimmisin, men boraman. Men so'ragan savollarim qanotli javob berdim. Bermasa,
Şapağını salıma yüzüge. Ya tükürme aşağıda. Dilşatның yüzüge mi tükürme, Dolqun'unki mi tükürme, qandaqlarını men bir köre. Ana lekin Turg'un Alavudin degan Aqso'liq kava. Senmi? Keldingmi, kelmadingmi men bilmayman. Senmi bir vaqtda Xitoy akang meni tilladi. Xitoy akang deb ketibsan. Xitoyning odami sana va qizlar, Aqso'liq qizlar hamma Xitoyning odami ku. Ançantin, Rında, Abnum rayonluq xalq ishlar qurultiyi hammaga Aqsu to'tqinliq tepini kelib tiqyapti ku. Biroq g'uljiliklar, urumchiliklar, qarmayliqlar u bo'shmanli odamlar boshqa qo'yib qolganki Abnum qarapaqa, hozir Abnum qarapaqa sen solamchilar qilyapting. Sen haq ashta qilyapting, ko'tarmichilar. Podaqchilar shuni qayerdan boshliq qilishni bilib oldi, shuni qurultayning ichiga o'xshash shu sen solamchilarni tiqyapti hammaga. Shuning uchun hammang bir degan. Shundaqmi Turg'un Alavudin degan go'shvash dalta jalobning odisi. Nangiske. Zvaningni sim jalobning oldirman sen deb qo'y. Nangiske. Aldığını qilaman, tushib ketdim bundan Xudoyim xamanat. Mana men bor. Aldığını qil saqlayman. Qilmasang 30-yilgacha har kuni shu tilni anglaysan. Bak bundan qarindoshlar, men oldimni qilib bo'ldim, unda bo'lsa xalq va boshqa tashkilotlar yaqininglar mana Tug'luq Hamid qildi deb bayonot e'lon qilamizlar, ya mana haq oldini qildi, bu ishlar yeshilsin demisizlar. Mayli fursat kutayotganlar bo'lsin, mayli fursat kutmayotganlar bo'lsin, mayli qandaqlig'anlar uchun bo'lsin, mayli qurultayni qanday yiqitmoqchi bo'lganlar bo'lsin, mayli qanday qilsin, mendan foydalansanglar bo'ldi, men foydalanish materiali bo'lib beray. Mana qilinglar, qaysi tashkilot, qaysi mustaqillik tashkiloti, qaysi hukumat, qaysi organ, yoshlar qurultiyi, qaysinglar, mana men orqali bejiringlar hamma ishinglarni, men oldimni qildim. Meni aytinglar ko'zir qilib oldiga. Bo'pti, qarindoshlar.